Uydagilarga telefon qildim, ayamga telefon qildim. Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz desam, va alaykum assalom, yaxshimisan, charchamayapsan, o'qishlaring yaxshimi dedi. Rahmat aya, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz desa, o'g'lim hozir ko'chaga chiqib ketyapman, pul solib qo'yaman dedi. To'shab qo'yaman. Aya, xo'p, rahmat dedim. O'chirdim. Keyin dadamga telefon qildim. Alo, dada, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshilayapsizmi desam, va alaykum assalom, o'g'lim yaxshimisan dedi. Hozir pul to'shab qo'yaman hozir dedi. Dada, o'zingiz yaxshimisiz? Pulga telefon qilganim yo'q desam, ertalab telefon qildim. Alo, aya, assalomu alaykum, yaxshimisiz desam, o'g'lim pul tushdimi dedi. Ha, rahmat desam, bo'ldi, yana tashab qo'yaman o'g'lim dedi. Aya deyapman, menga pul emas, men sizga telefon qilyapman desam, qarang, shu darajada bo'libmiz endi. Ota-onaga telefon qilsang faqat pul so'raydigan bo'lib qolibmiz. Xolos emas, telefon qilib, oshna, realni aytayapman, telefon qilsam, o'g'lim hozir pul tashab qo'yamiz deyapti. Men aya yaxshimisiz? Sizni ovozingizni eshitgan telefon qildim desa, student, bunga pul kerak. Tamom, bunga pul kerak bo'lib qolganda, ota-onani o'ylaydigan paytdamiz, lekin biz unaqa qilmayapmiz. Ota-onalarimiz qachon o'zini o'ylaydi ekan, yo shu bolam deb o'tib ketarmikin deb Xudo bilan momo havodan tarqalgan ekan. Odam Xudo bilan momo havodi ota-onasi bo'lmagan. Hammasi farzandimga degan uchun farzandim bo'lib ketgan ekan.